Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Efirda muloqot ko'rsatuvi, muloqotimiz to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilyapti. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta sohaga oid studiyamizda o'rnatilgan 221 1058 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Suhbatdoshimiz Bilim va malakalarni baholash agentligining viloyat bo'limi bosh mutaxassisi, siyosiy fanlar nomzodi dotsent Sharof Ermatov. Sharof aka albatta 2025-2026 o'quv yili uchun davlat oliy va professional ta'lim muassasalariga qabulni tashkil etish bo'yicha bir qator ishlar bugungi kunda amalga oshirilyapti. Shundan kelib chiqib, bu yilgi o'sha qabul jarayonlarida qanday bir o'zgarishlar amalga oshirilmoqda, qanday yangiliklar bor? Bu ko'pchilik abituriyentlarni qiziqtiradi albatta. Sanoqli daqiqalar, kunlardan so'ng albatta hayajonli bir daqiqalar boshlanadiki, u ham bo'lsa abituriyentlar mana shu oliy o'quv yurtlariga kirish istagida katta bir tayyorgarlik bilan mana shu imtihonlarga puxta taraddud ko'rishyapti. Umuman olganda bu yilgi yangiliklar haqida o'zingizning fikr mulohazalaringizni dastlab bildirib o'tsangiz. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli abituriyentlar, ota-onalar. Sizlarni endi xalqimiz anchadan beri kutgan bir sinovli jarayon, boshlangan jarayon hisoblanadi bu davr. Oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonlari xabaringiz bor, 5-iyundan boshlandi onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonlari. Bu yilgi oliy ta'lim muassasalariga qabul qilish jarayonlari ham o'tgan yilga o'xshab muhtaram prezidentimizning 81-sonli farmonlariga asosan oldin test, keyin tanlov tamoyili asosida test jarayonlarini tashkil etish boshlangan allaqachon. Abituriyentlarimiz demak 5-iyundan ro'yxatdan o'tish jarayonlarini boshlagan bo'lsa, Bilim va malakalarni baholash agentligi bu o'sha kalendar yilining boshidan, yanvar oyidan boshlab o'sha abituriyentlarimizga xizmat ko'rsatish uchun jarayonlarni adolatli va shaffof o'tkazishda asosiy qism hisoblangan o'sha guruh nazoratchilarini etapma-etap o'qitib, ularni sinovlardan o'tkazdirib, suhbat qilib, 2 bosqichda tashkil qilingan bu jarayon ham yetarli bo'lgan guruh nazoratchilarini biz prognoz bo'yicha guruh nazoratchilarini tanlab hammasini shay holatga keltirib qo'yganmiz. Qolaversa, viloyatimizda bugungi kunda o'sha test jarayonlari tashkil qilinadigan, o'tkaziladigan binolarda dislokatsiyasi deymiz, ya'ni binolar shakllantirilgan, ular tasdiqdan o'tgan va hukumatga topshirilgan. Binolarimizda o'zi o'sha kameralashtirish jarayonlari ishlari boshlangan allaqachon. Endi asosiy e'tibor beradigan abituriyentlarimiz, ota-onalarimiz e'tibor qiladigan narsalarimiz bor. Shunga bu narsaga o'tgan yili shu jarayonlarda kuzatilgan kamchiliklar yoki bir yo'l qo'yilgan xatolarni bartaraf etish bo'yicha bir huquqiy bir taklif va tavsiyalarni bersak ota-onalarimizga, abituriyentlarimizga, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat, bemalol bildirib o'tishingiz mumkin. Qanday tavsiyalar bor, qanday maslahatlar beriladi? Nimalarga e'tibor qaratish kerak bu yil? Albatta, oldin test, keyin tanlov tamoyilining mazmun mohiyati shundan iboratki, abituriyentlarimiz dastlab o'zlari imtihon topshirib chiqadilar. Qaysi fandan imtihon topshirishlarini belgilab, imtihon topshirib, keyin to'plagan ballariga qarab o'zlariga tegishli bo'lgan yo'nalishlarni, ta'lim muassasalarini tanlaydi. Bu narsa o'sha qarorda ham, farmonda ham to'liq aniq ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni oldin test, keyin tanlov tamoyilini biz 2 bosqichga bo'lib aytamiz. Birinchi bosqichda abituriyentlarimiz nimalarga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi? Birinchi bosqichda abituriyentlarimiz o'zlari qaysi fanlardan imtihon topshirishini aniq belgilangan bo'lishi kerak. Ya'ni fanlar majmuasi deymiz. Qaysi fanlardan imtihon topshirishini aniq belgilashi kerak bo'ladi ro'yxatdan o'tish jarayonida. Ikkinchisi o'sha qaysi tilda imtihon topshirsa o'sha tilini belgilash kerak bo'ladi va test topshirish hududi. Abituriyentlar bu qulaylik yaratilgan, xohlagan hududini belgilashi mumkin. Bu bosqichda faqat ota-onalarimiz, abituriyentlarimiz bilish kerakki, bu yerda biror bir universitet yoki biror bir yo'nalish haqida gap ketmayapti. Faqat o'sha asosiy topshiradigan fani, tili va test topshirish hududini tanlasa bo'ldi.
mana bu joyda biz shu joyda abituriyentlarimiz o'tgan yili kamchiligi shu birinchi bosqichda belgilaganda ikkinchi bosqichda o'tkazib yurgan abituriyentlarimiz bo'lgan. Ya'ni bo'ldi, imtihon topshirib chiqdim, endi shu bilan oliy ta'limga kiraman deb yaxshi ball to'plab qolib ketgan abituriyentlarimiz ham bo'lgan. Shuning uchun abituriyentlarimiz, ota-onalarimizdan iltimos qilamizki, bu jarayonga yaxshilab e'tibor bilan yondashish kerak. Sababi qabul jarayoni 2 bosqichli bo'ladi. Birinchi bosqichda aytib o'tdik. Ikkinchi bosqichda birinchi bosqichda yana bitta qismi bor. Bu yerda alohida ixtisor talab qilinadigan yo'nalishlarimiz bor. Yoki ijodiy imtihonlar, kasbiy imtihonlar deydi. O'shanga topshiradigan abituriyentlarimiz ham o'sha qaysi tilda imtihon topshirishini, test topshirish hududini yoki mana bu ijodiy imtihon o'sha musiqa, tasviriy san'at boshqa yo'llardan o'sha qaysi oliy ta'lim muassasasiga topshiradi. Masalan, tasviriy san'at yo'nalishida aytaylik respublikadagi, poytaxtimizda Toshkentdagi yoki Samarqanddagi biron bir universitetda o'qish xohlasa ham ijodiy imtihonini agar Qarshi davlat universitetida topshirsa ham bo'ladida. Samarqandga yoki Toshkentga avvalo borib yurishiga hojat qolmaydi. Shu hammasi imkoniyat qilingan. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda abituriyentlarimiz demak, ikkinchi bosqich qachon boshlanadi? Ikkinchi bosqich jarayonlari abituriyentlar test sinovlarini to'liq yakunlagandan so'ng. Ya'ni test sinovlari qachon to'liq yakunlanadi? Test sinovlari demak birinchi bosqich 5-dan 25-iyungacha davom etadi ro'yxatdan olish. Test sinovlari demak iyul-avgust oyiga o'tkazish belgilangan. Kunini biz hozir ayta olmaymiz, sababi davlat komissiyasining qarori bilan belgilanadi bu. Lekin iyul-avgust oyida bo'lib o'tishi aniq. Demak, test sinovlari to'liq yakunlangandan keyin, ana 25-iyunda hujjat qabul qilinadi. Test sinovlari to'liq yakunlangandan keyin abituriyentlarimizga 15 kun vaqt beriladi. 15 kun ichida ikkinchi bosqichda ular nimalarga e'tibor beradi? Birinchi qiladigan ishi ularni o'sha qaysi oliy ta'lim muassasasini tanlaydi. O'sha oliy ta'lim muassasasini belgilash kerak va o'sha bakalavriat o'zi topshirgan fanlariga mos bo'lgan yo'nalishni nima qilish kerak? Tanlash kerak bo'ladi. Keyin ta'lim shakli. Ta'lim shakli qanaqa? Kunduzgi, kechki, masofaviy ta'lim shaklarini nima qiladi? Tanlaydi. Va tanlov ustuvorligi. Tanlov ustuvorligi bu yerda qanaqa? Bu yerda o'sha odatdagidek 5 ta yo'nalish tanlanadi. Yo'nalish 5 ta yo'nalish deyapmiz. 5 ta oliy ta'lim muassasasi degani emas. 5 ta yo'nalishda aytaylik 3 ta, 4 tasi, hatto 5 tasini bitta universitetdan tanlashi ham mumkin agar mos tushsa. Shuning uchun yo'nalish deymiz. 5 ta yo'nalish tanlaydi. Ketma-ketlikda va u yerda qanday ularning natijalari inobatga olinishini belgilaydi. Ya'ni sirtqi to'lov shartnoma asosida va budjet asosida belgilaydi. O'shanga qarab ularning natijalari nima qilinadi? Xulosa qilinadi. Ya'ni bu yerda nima? Shunga ham tanlov ustuvorligini belgilashda ham abituriyent ota-onalarimiz mana shu joyda juda ayrim muammoli holatlar yuzaga kelib qoladi. Aytaylik 5 ta yo'nalish tanladingiz. 5 ta yo'nalishda ayrim ota-onalarimiz meni bolam budjetga o'qisa bo'lardi. Birinchi tanlaganiga kontraktga tushib turibdi, lekin ikkinchi tanlaganida bali budjetga yetay ekan. Budjetga o'qitmoqchiman deb e'tiroz bildiradi-da. Shuning uchun abituriyentlarimizdan, ota-onalarimizdan talab qilinadiki, o'sha balini aniq bilib 15 kun ichida balini aniq bilgandan keyin o'sha hamma o'sha nima deydi? Onlayn ro'yxat o'tish jarayonida har o'sha tanlamoqchi bo'lgan oliy ta'lim muassasasining saytiga kirib, ochiq bo'la yo'nalishlarida o'tgan yili qancha bo'lgan, o'tish bali necha ball bo'lgan. O'shanga qarab belgilasa, mana bunaqangi tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi-da, aniq bo'ladi. O'sha imkoniyatdan kelib chiqib tanlash kerak bo'ladi. Ketma-ketligini ham, o'sha ustuvorligini tanlaganda va hali to'lov, budjet va kontrakt yoki kontrakt, budjet o'sha belgilaganda alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Budjetda nima bo'ladi? Budjetda tanlasa, budjet ketma-ketlikda, masalan 5 ta yo'nalish tanladi. Mana shunga pastga tushadi. Budjet bormi, yo'qmi? Budjet bormi, yo'qmi? Qaysiga budjetga bali yetsa,
abituriyent o'sha joyga qoladi, tavsiya etiladi. Tepadan pastga tushadi. Agar kontrakt byudjet bo'ladigan bo'lsa, byudjet kontrakt bo'ladigan bo'lsa, o'sha birinchi yo'nalishda aytaylik, byudjetini ko'radi. Tushami bali yo'q. O'sha institutda, o'sha yo'nalishda kontraktini ham ko'radi birdan. Mana bunaqasiga borib kelaveradi. Mana shunaqa borib keladi. Mana shu narsalarga e'tibor bersa, mana bunday tushunmovchiliklar o'z-o'zidan bartaraf etiladi. Abituriyentlarning test sinovlari o'sha tugagandan keyin bu jarayon bir hafta ichida o'sha bilim va malakalarni baholash agentligining sayti orqali ularning natijalari o'sha ta'lim muassasasiga kirgan kirmaganligi e'lon qilinadi. Bu yilgi bitta yangilik o'zgarish bor o'tgan yilga nisbatan. Bu yil demak o'sha fanlar majmuasida birinchi o'rinda asosiy fan hisoblangan chet tili bo'lgan, asosiy fan chet tili bo'lgan yo'nalishlarda sertifikat talab qilinadi. Demak, o'sha abituriyentlarni, o'sha o'quvchilarni milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lganligiga ham muhim ahamiyatga ega. Albatta, aytaylik, ingliz tiliga topshiradigan bo'lsa, asosiy fani ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilidan uni albatta sertifikati bor. B2 darajasi yoki bo'lmasa o'sha IELTS deydigan bo'lsa, 5,5 kamida 5,5 ballga ega bo'lgan sertifikatga ega bo'lgan bo'lish kerak bo'ladi. Bundan tashqari bu yil yana bitta o'zimiz viloyatimizda bo'ladigan katta o'zgarishlardan bittasi mana bilim va malakalarni baholash agentligining 1200 kishilik o'rinli binosi ishga tushish arafasida. Bu ham viloyatimizda o'sha milliy sertifikat, sifir imtihonlarini topshiradigan talabgorlarimiz uchun juda katta qulayliklardan biri. Abituriyentlarimiz, o'sha talabgorlarimiz demak hamma imtihonlarni bir joyga topshirish imkoniyati yaratiladi. Endi mana kollej va texnikumlarga o'qish istagida bo'lgan o'sha bildirgan abituriyentlar uchun ham qanday bir imkoniyatlar bor, qanday yangiliklar bor bu yil? Albatta, tanlov o'sha oldin test, keyin tanlov tamoyilida farmonda 81-son farmonda prezidentimiz belgilab qo'yilgan. U da demak oliy ta'lim muassasalari va professional ta'lim muassasalari, kasb hunar maktablaridan mustasno, bundan mustasno. Ya'ni oddiy qilib til bilan aytganimizda texnikumlarda o'sha imtihonlar alohida o'tkazilmaydi. Bular o'sha oliy ta'lim muassasalariga test jarayonlari tugagandan keyin, demak to'liq tugagandan keyin 10 kun muddatda ular qaysi texnikumda o'qishini davom ettirishini, o'sha tanlagan texnikumiga bularni topshirgan fanlar majmuasi mosligiga qarab o'sha texnikumlarni nima qiladi? Kasb mutaxassisligi texnikumlarini, ta'lim shakllarini o'qishini oliy ta'limga kira olmagan abituriyentlarimiz texnikumda davom ettirishni xohlaganlar tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ham demak bir haftadan keyin agentlikning maxsus saytida ularni ham o'tgan o'tmaganligi aniq bo'ladi. Qulayligi shundaki, bu yerda abituriyentlarimiz ortiqcha texnikumlarga hujjat topshirish yoki borish, ro'yxatdan o'tish, boshqa qilish bilan sarson bo'lib yurmaydi. Onlayn ravishda ro'yxatdan o'tib qo'ya oladi. Endi ayni shu kunlarda Sharof aka, mana shu bilim va malakalarni baholash agentligining viloyat bo'limi tomonidan qanday ishlar olib borilyapti? Ko'p nimalarga e'tibor qaratilyapti? Hozir ham masalan o'sha test sinovlari bilan bog'liq ishlar amalga oshirilyaptimi? Qaysi bir tizimlarda, yo'nalishlarda? Umuman olganda mana shu agentlik shu bilim va malakalarni qanday baholab boryapti bugun? Viloyat bo'limimiz bilim va malakalarini baholash viloyat bo'limida ish jarayonlari hozir ham men to'g'risi sizga shu muloqotga kelish jarayonida ham imtihon jarayonidan chiqib kelyapman. Ya'ni milliy sertifikat sifir imtihonlari, ya'ni chet tilini bilish darajasini imtihonlarini gapirish ko'nikmalari imtihonlari bugun viloyatimizda oxirgi kun o'tkazib kelinyapti. Bu jarayon o'sha sentyabr, oktyabr oyidan beri to'xtagani yo'q. Milliy sertifikatlar o'sha umumta'lim fanlaridan o'tkaziladigan testlar, chet tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha o'tkaziladigan testlar oyga har oyi kamida 1 marta yo 2 martadan o'tkazib kelinmoqda. Bu jarayonlarni tashkil etish va o'tkazish
bilim va malakalarini baholash agentligining direktorining buyrug'i bilan tashkillashtiriladi, o'tkaziladi. Bular adolatli, shaffof o'tkazish bo'yicha barcha shart-sharoitlar yaratilgan, ya'ni IT texnologiyalar, o'sha kompyuter fiz kontroldan o'tish, kameralarda o'sha syomka qilinish jarayoni, hatto kirishdan boshlab tortib to test jarayonlari yakunigacha bo'lgan jarayonlar, qoplarni felgirlik xizmatlari orqali yetkazib berilishi, ularni o'sha maxsus video qurilmalar ostida respublika rahbariyatining topshirig'i bilan ochilishi, yopilishi jarayonlari adolatli, shaffof tashkil etib kelinmoqda. Endi domla mana savol kelib tushyapti. Shavkat Bo'ronov Nishon tumanida milliy sertifikatga test topshirgan endi farzandim yo o'zimi 23-may kuni kambal to'plagan, 6-iyunda apellyatsiyaga ariza topshirgan, javob kelmayapti degan mazmunda savol yo'llayapti. Bunga bir munosabatingiz? Endi 646-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tashkil etiladi umumta'lim fan sertifikatlari. To'g'ri, yetarli ball to'planmaganligi bo'yicha apellyatsiya beriladi, lekin shu qaror bo'yicha belgilanganki, apellyatsiya jarayonlari bir tomonlama ko'rib chiqiladi. Ya'ni oliy ta'lim muassasalariga kirishda abituriyentlar bergan apellyatsiyada abituriyentlarning o'zi jalb qilinadi respublikaga, xabaringiz bor. Boradi o'sha yerda ularning yechgan materiallari oldiga qo'yiladi. Qaysida nimada e'tiroz bo'lsa, o'shani aytish kerak bo'ladi. Qaysi savolni mana men to'g'ri deganman, sizlar noto'g'ri deyapsizlar deb uni isbotlab berish kerak ekspertlarning oldida. Apellyatsiya jarayoni shuda. Qayta test degan narsa yo'q. 646-sonli qarorda bu narsa apellyatsiya bir tomonlama, ya'ni ota-onalar, o'sha talabgorlar apellyatsiya berishi mumkin. Bilim va malakalarni baholash agentligining direktorining buyrug'i bilan tashkil etilgan appellyatsion komissiya ishlaydi. Appellyatsion komissiya bularni hammasini ko'rib chiqadi. Agar bularning savoli o'rinli, ya'ni e'tirozi o'rinli bo'ladigan bo'lsa, albatta bularning o'ziga xabar berilishi kerak bo'ladi. Demak, menimcha bularning o'sha berilgan apellyatsiya e'tirozlari qanday nimada berilganini bilmaymiz-ku. Shunga o'sha appelyatsiya komissiyasining qarori bilan o'tkaziladi, bularni ya'ni talabgorlar o'zi jalb qilinmaydi jarayonga. Endi mana shu o'quvchilar uchun o'sha xalqaro sertifikatlar olinishi yoki o'sha milliy sertifikatlarga ega bo'lishi shu juda katta bir ahamiyatga ega. Bugungi kunda shu o'qishga kirish jarayonida, ularni talabalikka qabul qilish jarayonida ham bir muhim ahamiyatga ega bo'lyapti. Mutaxassis sifatida domla yildan yilga mana shu abituriyentlarni o'sha o'qishga bo'lgan, yoshlarning o'qishga bo'lgan qiziqishi tobora oshib borayotganligini bir ko'rsatyaptimi? Tahlillar qanday o'sha o'quvchilarni, abituriyentlarning bilim darajasi o'sha va o'sha malakalarini baholash jarayonida nimalar sezilyapti? Yaqqol ko'zga tashlanyapti. Bir o'qituvchi sifatida aytishimiz mumkinki, bu jarayonlar albatta ijobiy ta'sir qiladi jarayonga. Aytaylik, bundan o'sha oldingi bir kunlik bo'ladigan testlar, 1-avgustda o'tkaziladigan testlarimizda abituriyentlarimiz asosan ikkita asosiy blokka yoki uchta blok bo'ladigan bo'lsa, o'shani birinchisiga yo nari borsa ikkinchisiga tayyorgarlik ko'rardida, qolganiga uncha e'tibor berilmasdi. Asosiy urg'u birinchi asosiy fanga berilardi. Bu jarayon hozir sertifikat shu darajaga yaxshi ta'sir qilyapti deb bemalol ayta olamanki, yana yaqinda bo'lgan bir kuzatuvimda ona tili adabiyot, ona tili fanidan, milliy sertifikatdan bir talabgor 1 soatda chiqib ketyapti. Test jarayoni 3 soat davom etadi. 1 soat nimaga sen ertasi chiqib ketyapsan desam, mana hamma fandan sertifikatim bor deyapti. Hamma fandan sertifikatim bor. Bo'ldi, menga o'sha majburiy fandan beriladigan 10 ta savolga qoplab beradigan daraja oldimman, bo'ldi deyapti. Yetadi men shu anovim deyapti-da. Ya'ni o'sha majburiy fanlardagi 10 ta savol bo'lsa ham e'tiborsiz qoldirmayapti-da. Talabgorlarimiz, o'qiydigan yoshlarimiz o'sha beriladigan imkoniyatdan to'liq foydalanib, o'sha jarayonga kirish uchun ancha-muncha tayyorgarlik ko'rgan, boshqa qilgan. Bu albatta sertifikatlashtirish tizimining joriy etilishining yaxshi tomoni shundaki, u o'sha ma'lum bir ballarni to'plash uchun o'sha fanlarning ichiga kirib boradi. Ya'ni albatta bu degani bilim degani, bu bilimga undash degani, bu albatta yoshlarimiz hozir juda ham ko'p. Hozir endi natijasini ko'ramiz. O'tgan yilga nisbatan bu yil
o'sha bizani o'z kuzatishlarimizda sertifikat jarayonlarini o'tkazish jarayonlarimizda aniq bo'lyaptiki, haqiqatan ham Qashqadaryo viloyatida ham bu yil ancha muncha yoshlarimiz o'sha 5 ta blok bo'ladigan bo'lsa, 5 blokdan ham maksimal ballni beradigan darajada sertifikatga ega bo'lgan. Rahmat domla, endi test jarayonlarida qatnashadigan o'sha nazoratchilarning tayyorgarligi qanday? Bu yil nazoratchilarga qanday talablar qo'yilyapti? Ular ham albatta shu tayyorgarlikka ega bo'lyaptimi, o'qitilyaptimi shu agentlik tomonidan? Albatta, buni boya ham aytib o'tdim. Biz birinchi shu dekabr oyida boshlagan bo'lsak, yanvar oyidan boshlab guruh nazoratchilarini ro'yxatga olish onlayn tashkil qilganmiz. Onlayn ro'yxatdan o'tadi guruh nazoratchilari, o'sha pedagog xodimlar, yoshi 45 dan o'tmagan pedagog xodimlar ro'yxatdan o'tadi. Biz ularni seminardan o'qitganmiz. Keyin ularni o'zidan test olganmiz. Test sinovlaridan yuqori ball to'plagan guruh nazoratchilar bilan individual bitta suhbatlashganmiz. Sababi guruh nazoratchisi bevosita o'sha abituriyentlar bilan, yoshlar bilan, ya'ni test jarayoniga ishtirok etadigan, psixologik qanaqadir bosimda bo'lgan yoshlar bilan ishlaydigan yaxshi muomalali pedagog xodimlardan bo'lish kerak albatta. Shuning uchun biz ularni nafaqat test qildik, ulardan o'sha suhbat qilib ham ichidan saralab tanlab guruh nazoratchilarini olganmiz. Guruh nazoratchilar to'liq hozir shakllantirilgan, o'sha barcha binolarimizga yetadigan zaxirasi bilan o'sha guruh nazoratchilar ichidan biz shu yerda aytib ketish kerak, o'sha guruh nazorat tanlab olingan guruh nazoratchilardan mana hozirgacha o'tkazib kelinadigan o'sha milliy sertifikat deymiz yoki umumta'lim fanlari sertifikati, chet tillarini bilish darajasini aniqlash sertifikatlarida o'sha guruh nazoratchilaridan foydalanib kelyapmiz. Endi domla, mana shu bugungi minbardan foydalanib qanday yana fikrlarni bildirib o'tishingiz mumkin? Abituriyentlar nimaga e'tibor qaratishi zarur? Ota-onalar qaysi jihatlariga e'tibor qaratish kerak bo'ladi? Umuman olganda bu yil masalan qanday bir yana bir o'ziga xos jihatlar bor? Yangi masalan yo'nalishlar tashkil etiladigan bo'lishi mumkin. Umuman olganda shular haqida fikringizni o'zingizda. Albatta, ota-onalarimizdan doim so'rab qoladigan, talab qiladigan narsamiz, iltimos qiladigan narsamiz shu bo'ladiki, abituriyentlarimiz o'sha ruhiy bosimda bo'ladi, boshqa bo'ladi. Avvalo o'sha yoshlarimizni bosim ostiga qoldirmaslik birinchi masala. Ikkinchi o'sha ro'yxatdan o'tish jarayonlari. Onlayn ro'yxatdan o'tish jarayonida deyarli har yili kuzatamiz, kimnidir telefonidan ro'yxatdan o'tib qo'yib yoki qayergadir qanaqadir kompyuter yoki boshqa xizmatlardan foydalanishdan borib ro'yxatdan o'tib qo'yib, ertasiga bir muammoli holat yuzaga kelgan payti o'sha telefon egasini ham topolmay ro'yxatdan o'tishda sarson bo'ladiganlari ko'p uchrab turadi. Shuning uchun iloji boricha aniq, ishonchli o'zlarini hatto qo'l telefonidan ham ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Aniq o'tish kerak. Keyin o'sha muddat 15 kun beriladi dedik ikkinchi bosqichda. O'sha 15 kunda oxirigacha kutib o'tirmaslik kerakda, tahrir qilib qayta aniq ishonch hosil qilgandan keyin belgilash. Mana ayrimlari o'tgan yil shunaqa holatlar bo'ldiki, shu 25-gacha ro'yxatdan o'tib qo'ygan, to'lovini qilmagan. To'lovni keyin qilaveraman degan. To'lovni vaqtida qilish. Yana bir hozir ko'p savollar uchrab o'zimizga ham chiqib turibdi. To'lovni bo'lib to'lash. Bo'lib to'lash mumkin, faqat o'sha belgilangan 25-gacha deyildimi, o'sha kundan o'tkazib yubormaslik kerak. Belgilangan vaqtida, iloji bo'lsa oxirigacha olib bormasdan, chunki baribir onlayn ishlaydi barcha tizimlar. Yakun oxirlashganda bilasiz, baribir bosim katta yuqori bo'ladi. Shuning uchun oxirigacha olib bormasdan hamma ishni vaqtida qilgani maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Rahmat domla, albatta mana shu bu yilgi jarayonlar qizg'in albatta amalga oshirilyapti. Mana shu ta'kidlab o'tganingizdek hujjatlar onlayn tarzda topshirilyapti. 25-iyunga qadar o'sha test sinovlarini topshirish uchun hamma ro'yxatdan o'tadi. Bu albatta har bir abituriyentdan katta bir mas'uliyatni talab etadi. Demak, o'ziga ishongan, puxta bilimga ega bo'lgan abituriyent albatta o'sha ko'zlagan maqsadiga erishadi.
Demak, bu yil mana shunday imkoniyatlar bor. Test jarayonlarini o'sha shaffof tarzda tashkil etilishi, yaratib beriladigan imkoniyatlar, o'sha test kunlari davomida ham yaratiladigan imkoniyatlar, o'ylaymizki, mana shu testni, shu qabul jarayonlarini umuman olganda, o'sha oliy o'quv yurtiga kirish istagida bo'lgan yoshlarni yanada ham bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini oshirishga, qiziqishini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz. Demak, yakuniy so'z o'rnida aytadigan fikrlaringiz bo'lsa, domla marhamat. Rahmat. Endi jarayon bilan bog'liq yakuniy bir fikr aniq qilursangiz, jarayon bilan bog'liq muammoli holatlar, boshqa narsalar kelaveradi xayolga. O'tgan yili Qashqadaryo viloyatida shu maktab bitiruvchi, hali maktab bitirmagan, maktabda o'qiydigan yo o'quvchilar ham hujjat topshirgan ayrimlari. Endi respublika bo'yicha ham topshirilgan. Bu narsa bu cheklanmagan, huquqiy jihatdan cheklanmagan. Faqatgina bitta narsa, ota-onalar buni jarayonni yaxshi to'g'ri tushunish kerak. Ayrimlari yuqori balam to'plaganda, kimda aytganda o'qishga kirgan hisoblanadi-da ular. Lekin ular o'qishda o'sha oliy ta'lim muassasasida davom ettira olmaydi. Sababi ularni hujjat yo'q, maktab bitiruvchisi, o'sha attestat ruh yo'q ularda hali. Ular hali maktab o'quvchisi. U nima qilyapti? O'sha budjetga yoki kontraktga tushgan, ajratilgan bitta o'rinda band qilib qo'yapti. U o'ringa pastdan chiqarib bo'lmaydi uni. Bitta o'rinda kuydirib qo'yapti. Shuning uchun ayrim ota-onalar bilan suhbat qilganimizda ham aytadi, bir sinab ko'rdi-da o'zini deydi. Marhamat, bilim va malakalar baholash agentligini o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tashkil qilingan diagnostik test degan testimiz bor. Yanvar oyida boshlanadi, 2-3 oy davom etadi. Agar farzandingizni bilimini o'sha oliy ta'limga kirguncha bilimini sinamoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa xizmatlarimiz bor. O'sha xizmatdan foydalangan maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Rahmat domla, mazmunli suhbatingiz uchun bugungi muloqotimiz jarayonida kerakli bir fikrlarni, tavsiya va maslahatlarni berib o'tdingiz. Albatta mana shu bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limi faoliyatiga biz muvaffaqiyatlar tilaymiz. Albatta shu qizg'in jarayonda katta mas'uliyat zimmada, albatta shu mas'uliyatni bajarib kelyapti. Abituriyentlarga kerakli bir maslahatlar berilyapti, ota-onalarga demak maslahatlar berilyapti. Shu jarayonda ham faol ishtirok etib, albatta mana shu testni shaffof bo'lishini ta'minlashda, adolatli o'tishini ta'minlashda ham agentlikning o'ziga xos bir xizmatlari bor va tashrifingiz hamda bildirgan fikrlaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.